barchaga bugungi mohir Ramazon oyining ilk olimpiadasi barchaga manfaatli bo'lsin. My Dream International Olimpiadani bizlar o'tgan 2025-yil sentyabr oyidan beri davomiy ravishda o'tkazib kelayotirib, undan tashqari bu 2026-yil boshlanishi bilanoq barcha viloyat hamda tumanlarda keng miqyosda o'tkazilib kelayotir. Bu olimpiadani yana bir bor eslatib o'taman, o'tkazishimizdan maqsad jamiyatda davlat maktablarining nufuzini oshirish maqsadida va barcha o'quvchilarni bilimga bo'lgan qiziqishini, intilishini yanada oshirish maqsadida o'tkaziladi. Va 1-sinfdan to 11-sinfgacha bo'lgan barcha o'quvchilarni olimpiadada matematika, ingliz tili, rus tili hamda mental arifmetika va shaxmat sport turlaridan bellashtirib kelmoqdamiz. Olimpiadaga kelganlaringiz bilan barchaga rahmat va hammaning farzandi eng zo'r natijalarga loyiq. Demak, bu o'quvchilarimiz bu natijaga erishish uchun kam harakat qilmaganlar. Masalan, davlat maktablari bo'lsin, kursga qatnamagan bo'lsin, kursga qatnamagan bo'lsin. Bu yerga kelganlar, demak, bilimini ishonib kelgan o'quvchilar va bilimga ishonib kelgan o'quvchilarning radikallari, shunday emasmi? Demak, barchani qo'llab-quvvatlagan tarzda qo'llab-quvvatlash maqsadida qarsaklarda ayamaslar degan umiddamiz. Yutuqli 3-o'rin egalarini taqdirlashda davom etamiz. Ya'ni birinchilardan bo'lib Dostonbekov Manasbek o'quvchimiz bor ekan. Faxrli 3-o'rinni egalladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi My Dream International Olimpiad tomonidan yoshlarning intellektual salohiyatini oshirish va ularni xalqaro olimpiadalarga saralash maqsadida o'tkazilgan matematika, ingliz tili, rus tili va mental arifmetika va shaxmat sport turida o'tkazilgan olimpiadada xalqaro olimpiadada 3-o'rinni egallagan o'quvchimiz Dostonbekov Manasbek bormilar? Bormilar? Demak, faxrli 3-o'rin bilan tabriklayman. Yutuqlaringiz bardavom bo'lsin. Ota-onalari bormilar? Yangiboyev Bekzodbek, keling. Tabriklayman, yutuqlaringiz bardavom bo'lsin. Keling akasi. Olimpiadamiz qiyinmasmikan? Yoqdimi sizga? Zo'r. Yana qatnashamizmi? Bu endi boshlanishi, davom etamiz. Keyingida birinchi hamda oliy o'rin albatta sizniki bo'lishi kerak. Tabriklayman, yutuqlari bardavom bo'lsin. Demak, keyingi o'rin egasi Farhodov Miraziz. Bormi oramizda? Farhodov Miraziz. Miraziz bormilar? Astandan tush. Rodillari bormi? Kim bilan keldik? Ammasini keling. Tabriklayman, yutuqlaringiz bardavom bo'lsin. Bu asosiysi sizning ham yutug'ingiz. Birinchi o'rin sizniki bo'lishi kerak. Demak, Sadullay va Asalxon bormi aramizda? Matematikada mantiqiy fikrlash yangi dastur bo'yicha chegirmalar asosida yo'llanma berilgan. Bulardan foydalanasiz degan umiddaman. Asalxon, tabriklayman, yutuqlaringiz bardavom bo'lsin. Kelgusida bundan ham zo'r natijalarga erishishingizga tilakdoshman. Kim bilan keldik? Akasi, qayerdasiz? Tabriklayman, bu yutuq asosiysi sizniki. Kelgusida bundan ham yaxshi natijaga harakat etadi qizimiz. Shundaymi? So'z beramizmi? Zo'r. Demak, Saparbayev Boburbek bormilar aramizda? Saparbayev Boburbek xalqaro My Dream International Olimpiadada faxrli 3-o'rin egasi bo'ldilar. Saparbayev Boburbek bormilar? Demak, keyingi o'rin egasi Zakir va Madina. Zakir va Madina bormilar? Keling. Oh qizim, eng yosh hamda chaqqon qizlarimizdan biri ekan, lekin 3-o'rinni olibsiz. Keyingida birga harakat etamizmi qizim? Qiyinmikan olimpiada, osonmikan? Ayt. Sal qiyin bo'ldimi, endi o'rganamizmi? Keyingida nega boramiz? Yo'q, kompyuterda nazoratchimiz bor, hammasi o'zi o'rgatib turadi. O'rgattirdimi axir? Zo'r. Tabriklayman. Muhammad Sabir va Kamola bormi oramizda?
Tabriklayman. Yutuqlaringiz bardavom bo'lsin. Kelgusida albatta birinchi o'rinni olish nasib qilsin. Kim bilan keldik? Keling, oyisi. Jamoalarning mamasi bormilar? Keling, bir rasmga tushaylik. Demak, keyingi o'rin egasi Yakubbayev Orifjon. Bormi aramizda? Orifjondan kimi bor? Keling, ayapa. Istaroq yurib bolam, chaqqan bola ekan bu. Oh, zo'r. Tabriklayman, yutuqlari bardavom bo'lsin. Birinchi o'rinda olamizmi? Yaxshi. Demak, keyingi o'rin egasi Xudoyberganova Go'zalxon. Yutuqli 3-o'rinni egallabdilar. Bormi aramizda? Xudoyberganova Go'zalxon. Keyingi o'rin egasi Nizomiddinov Eldorbek. Bormi aramizda? Eldorbek bormi? Go'zalxon sizmi? Tabriklayman. Kim bilan keldik Go'zalxon? Qani opasi? Egasi Nizomiddinov Eldorbek. Tabriklayman. Yutuqlaringiz bardavom bo'lsin. Kelgusida bundan ham zo'r natijalarni egallashingizga tilakdoshman. Keling aka. Tabriklayman. Sizning farzandingizmi? Keling. Ana xabarsangiz oladi. Bundan ham zo'r natijalarga erishishingizga tilakdoshmiz. Qo'llab-quvvatlab turamiz. Hurmatli. Demak, o'quvchilar tepaga chiqamiz. Oliy, ya'ni eng oxirida 15 dana o'quvchi bor edi-ku, shular bir tepaga chiqib turaversa bo'ladi. Demak, keyingi o'rin egasi Suvanberdiyev Muhammadali. Bormi aramizda? Suvanberdiyev Muhammadali. Yutuqli 3-o'rinni egallabdilar. Sekin-sekin tushamiz. Tabriklayman. Kim bilan keldik? Oh, tabriklayman. Yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Demak, keyingi o'rin egasi Alimbayeva Muhayyo. Bormi aramizda? Alimbayeva Muhayyo. Qizim, yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Kelgusida bundan ham zo'r natijalarni olishingizga tilakdoshman. Keyingi o'rin egasi Rajabbayeva Zarina. Bormi aramizda? Tabriklayman qizim. O'zbekning erkak qizi bola chiroyli bo'lib ketibsiz bugun. Xudo xohlasa, qizlarimiz, ayollarimiz kelgusida 8-mart arafasida yana olimpiadamiz o'tkaziladi. Unda alohida e'tiroflarimiz mavjud. Endi o'g'il bolalar ham xafa bo'lib qolmasin, ularga da bor, lekin olatoturum shaklida bo'ladi. Shuni yaxshilab tayyorlanib kelasizlar degan umiddamiz. Keyingi o'rin egasi Dastanbekov Manasbek. Tabriklayman, yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Kim bilan keldik Manasbek? Qalajingizda. Keling, ayapa, tabriklayman. Bu yutuq asosiysi sizniki. Demak, farzandingiz shu darajaga yetibdi, bu bilan sizni tabriklayman. 85% dan yuqori natijani ko'rsatgan ota-onalar bemalol shu ichkariga kirib, o'rindiqlarga o'tirib tursalar bo'ladi. Negaki, birinchi hamda oliy o'rinlar eng oxirida aytiladi. Shuning uchun bemalol o'rinlarni egallab tursangiz bo'ladi. Demak, keyingi o'rin egasi Zakir va Madinaxon. Bormi aramizda? Zakir va Madinaxon. My Dream International Olympiad, ya'ni xalqaro olimpiadamizda yutuqli 3-o'rinda egasi bo'lgan ekanlar. Bu bilan tabriklaymiz. Keling qizim. Egasi Mamatov Abdulaziz bormi? Mamatov Abdulaziz. Keling, kim bilan keldik? Azizbek. Abdulazizbek. Tabriklayman, yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Kelgusida bundan ham zo'r natijalarga erishishga tilakdoshimiz. Kim bilan keldik bolam? Tabriklayman. Tabriklayman, ayapa, keling. Yutuqlari bardavom bo'lsin. Demak, keyingi o'rin egasi Sadullayev Aslonbek bormi aramizda? Sadullayev Aslonbek. Sekin-sekin tushamiz. Tabriklayman, yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Shu yerga to'g'rilaveringlar. Keling bolam. Kim bilan keldik bolam? Kim bilan keldik? O'rin egasi Adambayev Bunyodbek bormi aramizda? Adambayev Bunyodbek. Tabriklayman, yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Kelgusida bundan ham zo'r natijalarni ko'rsatishingizga tilakdoshman. Kim bilan keldik Bunyod? Dadam qani? Yaxshi, ket rasmga tushaylik. Demak, keyingi o'rin egasi Xalbay
Xalbayev Sulaymon. Xalbayev Sulaymon bormi? Kelgusida bundan ham zo'r natijalarni ko'rsatishingizga tilakdoshman. Keling. Siz zaiflar tabriklayman farzandingiz yutuqlari bilan. Keyingi o'rin egasi Bazarbayev Diyorbek. Bazarbayev Diyorbek bormi ular oramizda? Keling, tabriklayman, yutuqlari bardavom bo'lsin. Kelgusida bundan ham zo'r natijalarni ko'rsatishingizga tilakdoshman. Keling. Asliy shu olimpiad gruppalarini bemalol olsanlar bo'ladi. Esdalik uchun. Azizbek. Bormi ular oramizda? Mana siz tepaga o'tiring. Oxirida chiqasiz baribir. Zo'r. Keyin Abdumuradova Venera. Bormi ular oramizda? Tabriklayman, yutuqlaringiz bardavom bo'lsin Venera. Kelgusida bundan ham zo'r natijalaringizni olishingizga tilakdoshman. Kim bilan keldik? Keling, opasi Venerani Abdubayev Aydos. Bormi ular oramizda? Aydos. Aydos, shoshilmang keling. Tabriklayman, yutuqlaringiz bardavom bo'lsin. Bundan ham oliy o'rinda egallash nasib qilsin. Kelgusida tayyorlanamizmi endi? Harakat etamizmi? To'yga boramizmi? Tug'ilgan boramizmi? Olimpiadaga boramizmi? Молодцы. Kim bilan keldik? Tabriklayman, keling. Egasi Zarifbayeva Shohista bormi ular oramizda? Zarifbayeva Shohista. Baxtiyorov Ixtiyor bormi? Baxtiyorov Ixtiyor bormilar? Kundan kunga bag'imiz ko'tarilyotdi, sil 5-10% ko'tarilyapti. Bu o'quvchimiz doimiy ravishda olimpiadamizda qatnashadi va doimo natijalari yaxshi natijalar ko'rsatib kelyapti. Tabriklayman, keling. O'rin egasi To'rayev Amirxon bormilar? To'rayev Amirxon. Natijalar olishingizga tilakdoshman. Kim bilan keldik Amirxon? Zo'r. Keling, aybdor tabriklayman, yutuqlari bardavom bo'lsin. O'rin egasi Xudoyberganov Muxtor. Bormi ular oramizda? Muxtor. Muxtorbek bormilar? Xudoyberganov Muxtor. Shoxtami? Tabriklayman, yutuqlaringiz bardavom bo'lsin. Kim bilan keldik qizim? Oyingiz qani keling, oyisi. Tabriklayman, yutuqlari bardavom bo'lsin. Qizingizning yutuqlari. Yutuqlaringiz bardavom bo'lsin. Kim bilan keldik? Qani opasi? Bugun faqat ona sevarlar olimpiadasi bu. Keyingi o'rin egasi Shodiyorov Behruzbek. Bormi oramizda? Juman tabriklayman, yutuqlari bardavom bo'lsin. Kelgusida bundan ham zo'r natijalarni olishingizga tilakdoshman. Keling. Kim bilan keldik? Oyisi keling, tabriklayman. Bu yutuq asosiysi sizniki. Negaki ko'pincha ona uyda tarbiya beradi. Endi otalar baribir ko'chada ish bilan band. Keyingi o'rin egasi Jumanyanza Yulduzxon. Tabriklayman, yutuqlaringiz bardavom bo'lsin qizim. Kelgusida bundan ham zo'r natijalar sizni kutadi. Keling, ayapa, sog' bo'ling. Egasi Asilbek Sadullayev Asilbek. Tayyorlanib turadi Abdullayev Asilbek. Ataullayev Asilbek tayyorlanib turadi. Sadullayev Asilbek keling. Tabriklayman, yutuqlaringiz bardavom bo'lsin. Kim bilan keldik? Akasi keling, tabriklayman, yutuqlari bardavom bo'lsin. Bundan ham zo'r natijalarni tilakdoshman olishni. Asilbek bormi? Tayyorlanib turadi Nigina, Azad va Nigina. Asilbekmi? Tabriklayman bolam. Yutuqlaringiz bardavom bo'lsin. Kelgusida bundan ham zo'r natijalar olishingizga tilakdoshman. Tabriklayman, keling oyisi. Ustozmi? Tabriklayman. O'rin egasi Azad va Nigina. Bo'ldi katir. Tayyorlanib tursin. Azad va Nigina. Rahmetov Islombek. Azad va Nigina.
Shavkatov Bunyod. Tabriklayman. Yutuqlarimiz bardavom qo'lamiz birovga. Esimga tushadi. Kim bilan ekanmiz? Otasi keling, tabriklayman. Yutuqlarim bardavom bo'lsin. Qani otam? Tabriklayman bolam. Azat va Nigina tabriklayman. Keling, ayapasi. Yana ko'mak turibsiz. Kim bilan keldik? O'zingiz keldingizmi? Tabriklayman. Keyingi o'rin egasi Rahmetov Islombek. Rahmetov Islombek bormilar? Tayyorlanib turadi Hasanbayeva Umida, Xudoyberganova Rayhona. Tabriklayman. Eng bosiq, og'ir bosiq o'quvchilardan biri ekansiz. Kelgusida tayyorlanib, natijalarimizni zo'r etamiz, bo'laman? Oysiz xabar berasizmi? Zo'r, keling. Keling, ayba. Hurmatli o'quvchilar, Hasanbayeva Umida bormi? Tabriklayman. Yutuqlaringiz bardavom bo'lsin. Eng chaqqon o'quvchilardan biri ekan. Tabriklayman. Onajonisi, bu yutuq albatta sizga tegishli. Tabriklayman. Egasi Rayhona, Xudoyberganova Rayhona bormilar oramizda? Rayhona. Xosiyatxon bormilar? Hosin va Xosiyatxon. Rayhona. Qaysi birisiz? Rayhona sizmi? Tabriklayman. Yutuqlaringiz bardavom bo'lsin. Siz tayyorlanib turing. Va ustoz turadi. Favon. Tangraberganov Javohir bormilar? Albina. Javohir tabriklayman. Yutuqlaringiz bardavom bo'lsin. Kelgusida bundan ham zo'r natijalarni olishingizga tilakdoshman. Keling, kim bilan? Baxtiyor va Albina bormi? Yo'ldashev Yunusbek bormi? Ataxon va Munisa bormi? Yo'ldashbayev Yunusbek. Tabriklayman. Yutuqlaringiz bardavom bo'lsin. Bundan ham zo'r natijalar olishingizga tilakdoshman. Keling. Kim bilan keldik? Ha? Ammasi keling, tabriklayman sizni ham. Ataxon va Munisa bormi? Munisa bormi? Tabriklayman. Aqlli, odobli qizlarimizdan biri ekansiz. Bandiklaringiz bilan yarashgan. Tabriklayman. O'quvchilarimiz o'zingizda ekan, hammasi formada. Safarbayev va Mehriso bormilar oramizda? Rajabbayev Behruz bormi? Mehriso keling. Safarbayev va Mehriso bormi? Tabriklayman. Yutuqlaringiz bardavom bo'lsin. Siz o'quvchi ko'rinishidan bilinadi. Keyingi o'rin egasi Rajabbayev Behruzbek. Rajabbayev Behruzbek. Tabriklayman. Yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Kelgusida bundan ham zo'r natijalar olishingizga tilakdoshman. Kim bilan keldik? Opasi keling, tabriklayman. Bu asosiysi sizning yutug'ingiz. Farzandingiz shunday natijaga ega bo'lib turibdi. Ayniqsa xalqaro olimpiadada. Demak, keyingi o'rin egasi Baxtiyor va Albina. Sizmi? Tabriklayman. Yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Kelgusida bundan ham zo'r natijalarga egallashingizga tilakdoshman. Kim bilan keldik? Keling, opasi. Aytdim-ku, bugun ona sevarlar kuni deb. Mametov Abdulaziz bormilar oramizda? Mametov Abdulaziz. Sulton va Hayotxon. Abdulaziz keling, tabriklayman. Yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Mametov Abdulaziz bormi? Sulton va Hayotxon. Tabriklayman. Hayotxon, tabriklayman qizim. Yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Shuni eslatib o'taman, bu o'quvchimiz bizlar bilan yaqinda o'tgan olimpiadada oliy o'rinni egallab, birinchi o'rinni egallab, Qatar xalqaro olimpiadasida yutuqli ikkinchi o'rin egasi bo'lib kelganlar. Bu bilan tabriklaymiz. Qarsaklar. Qatar
olimpiadasi sizga ma'qul bo'ldimi, Hayotxon? Hayotingizda eng zo'r daqiqalarni aytib bering. Birinchi marta samolyotga chiqdingiz-a? Necha yoshsiz? 11. Necha sinfsiz? 4. Bordingizmi, haqiqatmi? Hammaga tavsiya etasizmi? Tabriklayman. Bir chiroyli 30 favorasida yaxshidingmi? Demak, tabrik o'rin egasi Sheribbayev Shohjahon. Sheribbayev Shohjahon bormi aramizda? Zebuzar bormi, Bog'ibekova? Tabriklayman. Yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Ismingiz jismingizga mos Zebuzar qiz ekansiz. Keling. O'qituvchisimman men. Shohjahon, tabriklayman. Yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Bobo, keling, kim bilan keldik? Oyisi, keling, tabriklayman sizni ham. Yutuqlari bardavom bo'lsin. Kelgusida bundan ham zo'r natijalarni olishni tilakdoshman. Safarbayev Boburbek bormi aramizda? Tayyorlanib turadi Egamberdiyev Azizbek. Zakir va Madina. Safarbayev Bobur. Zakir va Madina bormi? Egamberdiyev Azizbek. Zakir va Madina. Safarbayev Bobur. Bizlarda oramizda shunday o'quvchilarni ko'rib turganimizdek tarbiyalab, o'qitib, natijaga erishib, hammasini o'zi bilan olib kelgan eng zo'r aktiv o'qituvchilarimiz bor ekan. Karim va Muhabbat opa, tabriklayman sizni. Yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. O'quvchilarimiz nafaqat O'zbekiston, balki jahon arenalarida yaxshi natija ko'rsatgan vaqtda tabriklab, taqdirlab turish nasib qilsin. Aperiyoring. Tabriklayman. Bu bizlarning olimpiadamizda sizga arzimas e'tirof hisoblanadi. Kelgusida o'quvchilarimizni yaxshi natijalar bilan siylashda davom etasiz. Charchamang. Shu bilan bizlarda bilasizlar 3-o'rinlar o'z nihoyasiga yetdi. Ismi bormi? Demak, Kamoljonov Tohirjon bormi aramizda? Kamoljonov Tohirjon. Tabriklayman. Yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Kelgusida bundan ham zo'r natijalarga ega bo'lgan vaqt tabriklab turish nasib qilsin. Kim bor? Kim bilan keldik? Tabriklayman. Dadasi o'xshaydi. Tajbayeva Diana. Tabrik. Madina bor. Yo'q. Diana dedim. Tajbayeva Diana. Tabriklayman. Yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Kelgusida bundan ham zo'r natijalarni egallashingizga tilakdoshman. Egasi Xalillayev Kamronbek. Bormi aramizda? Tabriklayman. Yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Kelgusida bundan ham zo'r natijalarni olishingizga tilakdoshman. O'rin egasi Safarbayev Boburbek. Safarbayev Boburbek bormilar? Egamberdiyev Azizbek. Mametov Abdulaziz. Demak, shu bilan 3-o'rinlarni egallagan o'quvchilarni o'z nihoyasiga yetkazdik. Farhodov Jahongir bormi aramizda? Tabriklayman. Yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Kelgusida bundan ham zo'r natijalarni egallashda davom eting. Tabriklayman. Kim bilan keldingiz? Muallimi Tabrikbayev Abduvohid bormi aramizda? Keling. Tabriklayman. Yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Abduvohid, kelgusida bundan ham zo'r natijalarni tilab qolaman sizga. Kim bilan keldik? Dadasi, tabriklayman o'g'limizning yutuqlari bilan. Abdulaziz Mametov. Safarbayev Bobur bormi? Zakir va Madina. Egamberdiyev Azizbek. Bekchonova Rayhona. Rayhon My Dream International Olimpiadada
yutuqli matematika, ingliz tili va mental arifmetika fanlaridan yutuqli 2-o'rin egasi Ikrombayev Javohir bormilar? Tabriklayman, yutuqlaringiz bardavom bo'lsin. Kelgusida bundan ham zo'r natijalarni ko'rsatishingizga tilakdoshman. Keling, kim bilan keldik? Javohir, keling. Tabriklayman. Ikkinchi o'rin egasi Hamrayev Shahzod. Hamrayev Shahzodbek bormilar? Keyingi o'rin egasi Mamet Sapayev Imronbek. Hamrayev Shahzodbekmisiz? Mamet Sapayev Imronbek. Tabriklayman, yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Kelgusida bundan ham zo'r natijalarni olishingizga tilakdoshman. Demak, keyingi o'rin egasi Hamrayev Shahzodbek. Tabriklayman, yutuqlaringiz bardavom bo'lsin. Kelgusida bundan ham zo'r natijalar olishingizga tilakdoshman. Kim bilan keldik? Enasi keling, tabriklayman Axtog'imizning yutuqlari bilan. Aytadi-ku, danagidan ham mag'zi shirin deb. Shu shirin toylarni nuriy tarbiyalashda davom eting. Keyingi o'rin egasi Zarif va Shahzoda. Bormi oramizda? Zarif va Shahzoda. Davletbayev Asliddin. Bardavom bo'lsin. Kelgusida bundan ham zo'r natijalarni qo'lga kiritishingizga tilakdoshman. Olimpiadamiz qiziqmikan, qiyinmasmikan? Kim bilan keldik? Apasi keling, tabriklayman sizni ham. Hammangizga omad tilayman. Shu tizimda kelgusida oliy o'rinlar tilab qolaman. Xudo xolasa oliy olamizmi? Zo. Kelgusida endi bayramga endi bayramona qo'yish kerak onalarga. Bo'ladimi? Zo. Omad. Demak, kelgusi o'rin egasi O'rinboyeva Shahina Bonu. Bormilar oramizda? Tabriklayman qizim, yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Shu jajji qizimizga bir olqishlar etaylik. Tabriklayman qizim, kelgusida bundan ham zo'r natijalarni olishingizga tilakdoshman. Mariam kompaniyamizdan rahmat. Bu haqqimiz birinchi marta kelishi. Xudo xolasa endi hisoblaganda birinchi o'rinni olishga va'da beramiz, qizim. Zo, tabriklayman. Demak, siz bardavom bo'lsin. O'zi qizlar dada sevar bo'ladi. Shundaymi? Tabriklayman. Shu bilimga chaqqoq farzandlarimiz hammasini tabriklayman. Endigida bundan ham baland cho'qqilar yetsin. Ustoz, familiyangiz sertifikatingizni yozib o'tirasiz. Bardavom bo'lsin. Keyingi o'rin egasi Ismoilov Omadbek. Bormi oramizda? Azamni xud analarni maqtadim, atalarni maqtamadim deysiz. Bo'ldi. Otalarni maqtayman endi. Ana bo'lmasa analarni ishib kelasan. To'g'ri. Birinchi lokatsiyani so'rab, qayerda ekanini ma'lumlab, bormi, yo'qmi deb bizlarni navigatorimiz otalarimizga ham qarsaklar bo'lsin. Onalarimizga, otalarimizga tabriklayman. Bu yutuq avvalambor sizga tabriklayman. Kelgusida bundan ham zo'r natijalarni olishlarni tilakdoshman. Axtimizni ilk kelishadi, keyin kelishlar bundan ham chetdan alanadi xudo xolasa. Sizlarning ishingizda omad. Omad. Sog' bo'ling. Demak, keyin aytib o'taman. Shunday o'quvchilarni tarbiyalab charchamagan o'qituvchimiz bor ekan. Bekniyazov Maxtugul opamizni tabriklaymiz o'quvchilarning natijalari bilan. Xudo xolasa bu endi boshlanishi, kelgusida bundan ham zo'r natijalarga sizga tilab qolaman. Shunday zo'r o'quvchilarni tarbiyalashda charchaman. Bir oliylarga olqishlar kerak. Har qaysi bir o'z kasbiga egasi bo'lsin. Doim sizlar ham ishlaringizda omad. Bundan ham baland cho'qqilarga erishinglar. Sog' bo'ling. Demak, keyingi o'rin egasi Rustamboyeva Dilnora. Bormi oramizda? Rustamboyeva Dilnora. Tayyorlanib turadi Davletbayev Asliddin. Zarifbayev Shohruh. Kenjaboyev Asadbek.
Dilnura qizim, tabriklayman. Eng jajji o'quvchilarimizdan biri ekansiz. Tabriklayman. Yutuqlari bardavom bo'lsin. Keling. Davom bo'lsin. Kelgusidan nechanchi o'rin olamiz? Tayyorlanib keling, yaxshi. Tabriklayman. Kim edingiz? Tabriklayman. Yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Kim bilan keldik? Avasi, tabriklayman. Yutuqlari bardavom bo'lsin. Keyingi o'rin egasi Davletbayev Asliddin. Asadbek, keling. Tabriklayman. Yutuqlari bardavom bo'lsin. Kelgusida bundan ham zo'r natijalarni olishingizga tilakdoshman. Ko'p qolaversa, xohlasak birinchi o'rin olsa, qilaveramiz. Keyingi safar oyisini chiroyli tabrik safida birinchi o'rinni olib ketadi bo'laman. Zo'r. Demak, Davletbayev Asliddin bormilar? Davletbayev Asliddin. Shakirbayev Mirimron. Mirimron bormilar? Tabriklayman. Yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Kelgusida bundan ham zo'r natijalarni olishingizga tilakdoshman. Keling dadasi. Mirimron. Keling. Tabriklayman. Yutuqlari bardavom bo'lsin. Dadasi. Keyingi o'rin egasi Davletbayev Asliddin bormilar? O'rinbayeva Navbahor bormi? O'rinbayeva Navbahor. Tabriklayman. Yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Kelgusida bundan ham zo'r natijalarni olishingizga tilakdoshman. Keling, kim bilan keldik? Keling, tabriklayman. O'zi qizlar otasevar bo'ladi. Tabriklayman. Najomat tashkilotchilarim bilan hozir keyingi o'rinda Qatnashmadingizmi? Xo'p, xudo xolasa Baxtiyor va Gulyor yutuqli ikkinchi o'rinni egallabdilar. Tabriklayman. Yutuqlari bardavom bo'lsin. Tabriklayman qizim. Keyin eslatib o'taman, shu ikkinchi hamda uchinchi, birinchi o'rin o'quvchilarni ingliz tili bo'yicha speaking darsda qo'shilib berilgan va yo'llanmada unumli foydalanasizlar degan umiddaman. Negaki bilasizlar, oddiy maktabga kelib turganlarimiz yo'q, xalqaro ingliz tiliga ixtisoslashgan maktabdasizlar. Bizlarda bilasizlar, Filippin, Singapurdan inostraniy, ya'ni chet ellik o'qituvchilarimiz mavjud. Ular o'zbek tilini umuman bilmaydi, faqat ingliz tili muhitida speakingini o'quvchilarga chiqarib beradi. Undan tashqari bizlarda o'sha yaqinda akademik matematika bo'yicha, mantiqiy fikrlash bo'yicha yangi o'qituvchi kelgan. Shu o'quvchimiz 1-sinfdan 4-sinfgacha bo'lgan o'quvchilarni prezident maktabga to'laqonli o'tkazib, o'qitib beradi va testlarni tayyorlab beradi va katta sinf o'quvchilarni sertifikatga, mantiqiy fikrlash joyini tayyorlab, o'zlari bemalol o'rgatib, sertifikatga tayyorlab beradilar. Shuning uchun sizlarga o'sha yo'llanma berilgan, bemalol unumli foydalanishlaringiz uchun. Demak, keyingi o'rin egasi Tajibayev Amirbek. Bormi oramizda? Nazarbek. Kamaraddinov Nazarbek. Baxtiyorov Abdulaziz. Qadambayeva Madinabonu. Keling, Madinabonu, tabriklayman. Yutuqlaringiz bardavom bo'lsin. Kelgusida bundan ham zo'r natijalar olishingizga tilakdoshman. Keling. Nazarbekmi? Abdulaziz Baxtiyorovmi? Tabriklayman. Kim bilan keldik? Madinabonu. Yaxshi. Kim bor? Yaxshi, kel. Kim bilan keldik bolam? Otasi, keling, tabriklayman nevarangizning yutuqlari bilan. Keling. Hakikaten asosiy maqsadimiz kelajagimiz hayotdagi otadik bu. Najot ilmda yaxshi kasb egasi bo'lsa, yaxshi bilim egasi bo'lsa, qanday tizim, qanday siyosat bo'lmasin, hayotda o'zini o'rin topadi o'quvchilarimiz. Ularga biza motivatsiya berishimiz birgalikda birinchi navbatda ota-onalar bog'liq bo'ladi, hammasi maktabdan izlashimiz emas. O'zimizda oiladan boshlanish kerak. Keyin bu muassasalar bilan faoliyatini davom qiladi. Asosiysi bu yerda motivatsiya berganingiz, bolalarni ruhlantirib, qiziqtirib bilishimiz kerak. Bu yerda o'rin birinchi masala emas. Yaxshi inson bo'lib, o'zini ishongan inson bo'lib, bu
Yani oliy o'rin olishing kerak edi. Birinchi o'rinda bir xato talabdan qo'yish noto'g'ri. Farzandlarimiz ahvolimiz. Hammangiz ishingizda rivoj. Allohim nazarinda bo'lib yuringlar. Ishingizdan kasbingizdan baraka toping. Rahmat. Keling. Uchinchi o'rinning umuman ahamiyati yo'q. Asosiysi natija va kelgusida komil inson bo'lish g'oyasi turadi. Shunday ekan, shunday komil insonlarni yarating. Kelgusida Dubay, Turkiya, Qatar degan mamlakatlarga havas qilmang, bizlarga havas qilishsin. Shunday narsani yoshlarimizga targ'ib etgan holatda Burj Xalifa eng katta bino hisoblanadi Dubayda, bilsanglar. Burj Xalifa Dubayda, masalan, Dubay degan mamlakatdan bir sahroda joylashgan. Lekin uni ham shunday yosh avlod, shunday bardavom bo'lsin. Kelgusida bundan ham bir natijalar olishingizga tilakdoshman. Kim bilan keldik? Ustozlar keling, tabriklayman. Yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Rahmat. Xudo xolasa keyingi safar birinchi o'rinni olamiz. Ustoz sizni chaqirgan yozdim. Yaxshi yozmadim. Yaxshi, yozdirib beraman. Siz rasm tushirdingizmi? O'quvchimiz Rahimjon va Zarina. Rahimjon va Zarina degan o'quvchimiz bormi? Keyingi o'rin egasi Begmamatova Munisa. Zarina va yana bir Azir. Munisa bormi? Tabriklayman, yutuqlaringiz bardavom bo'lsin. Munisamisiz? Zo'r. Kim bilan keldik? Dadasi, tabriklayman, yutuqlaringiz bardavom bo'lsin. Kelgusida bundan ham zo'r natijalarni egallash nasib. Keyingi o'rin egasi Rahimjon va Zarina. Keling. Zarina, Rahimjonova sizmi? Tabriklayman, yutuqlaringiz bardavom bo'lsin. Barchaga omad, to'xtab qolaman. Rahmat. Sog' bo'ling. Keyingi o'rin egasi Satimova Shirinoy. Bormi oramizda? Shirin, bormi? Keling. Demak, o'quvchilar tepaga chiqamiz. Tepaga chiqamiz hammamiz. Tabriklayman, yutuqlaringiz bardavom bo'lsin Shirinoy. Kim bilan keldik? Hammasi tabriklayman sizni. Shirinoyning natijalari bilan. Rahmat. İşlaringizga omad. Bolalarni yaxshi o'ylabsizlar. Hammaga omad tilayman. Zarbay va Zarina. Bormi oramizda? Zarbay va Zarina. O'zlarimiz bardavom bo'lsin. O'rin egasi Ilhom va Bonu. Bormi oramizda? Ilhom va Bonu. Tabriklayman, yutuqlaringiz bardavom bo'lsin. Kelgusida bundan ham zo'r natijalarni ko'rsatishingizga tilakdoshman. Kim bilan keldik? Tabriklayman amakisi. Rahmat hammangizga, salomat bo'linglar, ishlaringizga rivoj. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Demak, bizlarni olimpiadamizni qo'llab-quvvatlab, o'quvchilar bilan, o'quvchilarni bilimda, bilim berishda charchamagan ustozimiz bor ekan, Atajonov Firdavs. Tabriklayman sizni. Qaysi? Hozirgi Banu. Banu. Keling, Firdavs. Charchaman, qaysi fan ustozsiz? Bo'ldi, ingliz tili bir chiroyli tabriklab bermaysiz. Rahmat sizlar hammangizga. Xohlasa keyingi safar har bir kelgan o'quvchimiz oliy o'rin oladi. Degan umidamiz. 4 tumandan 5-maktabdan keldi. Sog' bo'ling. Demak, keyingi o'rin egasi Yusupov Bunyodbek bormi oramizda? Yusupov Bunyodbek. Aytbayeva Mashhura bormi? Aytbayeva Mashhura. Tabriklayman, yutuqlaringiz bardavom bo'lsin qizim. Kelgusida bundan ham zo'r natijalarni olishingizga tilakdoshman. Keling, tabriklayman. Hammaga omad. Sizga ham omad, kelgusida bundan ham zo'r natijalarni qo'lga kiritsinlar. Keling. Demak, keyingi o'rin egasi nima ekan? Yusupov Bunyodbek. Tabriklayman, yutuqlaringiz bardavom bo'lsin. Rahmat. Ana shu keyingilarda ahli o'rinlarni olishni aytamiz. To'g'rimi?
Oysin ham padarib ketadi, keyingida birinchi o'rinda oldi, shundaymi? Zo'r. Tabriklayman, yutuqlaringiz bardavom bo'lsin. Keyingi o'rin egasi Alimbayev Umidbek bormilar oramizda? Umidbek. Tabriklayman, yutuqlaringiz bardavom bo'lsin. Kelgusida bundan ham zo'r natijalarni egallashingizga tilakdoshman. Tabriklayman. Bellashuvni tashkillashtirgan tashkilotchilarga katta rahmat. Endigilarda Xudo xohlasa oliy o'rin olishni hurmat etaman. Salom. Bo'ldi. Keyingisini oyisini padarib ketak 8-marta, shundaymi? Bo'ldi, yaxshi topganki, yaxshilik. Ko'rdigan testlarni qiyinmas ekan. Demak, keyingi o'rin egasi Azat va Shodiya. Shodiyaxon, bormilar? Tabriklayman, yutuqlaringiz bardavom bo'lsin Shodiyaxon. Kelgusida bundan ham zo'r natijalarni qo'lga kiritishingizga tilakdoshman. Dadasi, keling. Tabriklayman. Rahmat hammangizga. Ilk safarlar birinchi o'rinni olamiz, Xudo xolasa. Ha, qizim? Bo'ldi, bayramda yutuqlaringiz bardavom bo'lsin. Kelgusida bundan ham zo'r natijalarni qo'lga kiritishingizga tilakdoshman. Keling, kim bilan keldik? Rayhon. Dadasi, keling. Tabriklayman. Keyingi o'rin egasi Rashidov Jo'rabek bormilar oramizda? Jo'rabek, tabriklayman. Yutuqlaringiz bardavom bo'lsin. Kelgusida bundan ham zo'r natijalarni egallashingizga tilakdoshman. Kim bilan keldik? Abdulaziz bilan keldingmi? Qani o'l? Zo'r. Keyingi o'rin egasi Farhodov Miraziz bormilar? Farhodov Miraziz. Yo'q ekan. Rashid va Oydinoy bormi? Achil va Mubina. Oydonaymisiz? Tabriklayman qizim, yutuqlaringiz bardavom bo'lsin. Kelgusida bundan ham zo'r natijalarni egallashingizga tilakdoshman. Kim bilan keldi qizim? Otasi, keling. Keling. Mubina sizning? Zo'r. Tabriklayman qizim, yutuqlaringiz bardavom bo'lsin. Kelgusida bundan ham zo'r natijalarga erishishingizga tilakdoshman. Akasi, keling, tabriklayman sizni ham. Tabriklayman, yutuqlari bardavom bo'lsin. Keyingi bo'lsa yutuqli ikkinchi o'rin bilan sizni tabriklaymiz. Kim bilan keldik? Og'asi, keling, tabriklayman. Ukangizning natijalari bilan. Rahmat, omad. O'rin egasi Ibragim va Nuriya bormilar oramizda? Nuriya, tabriklayman. Ismingiz jismingizga mos nur qiz ekansiz. Kim bilan keldik? Dadasi, tabriklaymiz. Keling. Sizning qatnashdingizmi? Demak, keyingi o'rin egasi To'libayev Diyorbek bormilar oramizda? To'libayev Diyorbek. Tabriklayman, yutuqlaringiz bardavom bo'lsin. Kelgusida bundan ham zo'r natijalarni olishingizga tilakdoshman. Kim bilan keldik? Qani opasi? Keling opasi, tabriklayman o'g'limizning yutuqlari bilan. Yutuqlari bardavom bo'lsin. Vali boshlanishi endi. Davom etamizmi? Akrom. Zo'r. Egasi Alimbayev va Donoxon. Yana shuni eslatib o'taman, bu o'quvchimiz sizlarga boya aytib o'tganimdek, boya Qatarga borgan o'quvchimiz edi. Endi bu Dubayga borgan o'quvchimiz. Shu paytda birinchi o'rinda egallab, Dubayga borib, nechinchi o'rinda egalladik? Ikkinchi o'rinda egalladilar. Dubayda mamlakatda ikkinchi o'rinda egallash hammaga ham emas, shundaymi? Tabriklayman. Kim bilan keling? Enasi, keling, tabriklayman sizni ham. Yutuqlari bardavom bo'lsin. O'zi farzand oyna hisoblanadi. Oilangizning oynasi endi bu. Dubay zo'rmikan? Yoqdimi? Hammaga tavsiya etasanmi? Ha. Nechisizsan? 3. Zo'r. 3-sinf qiz bola bo'la turib, ko'rgan bo'lsanglar qiz bola. Endi qiz bolani ko'pincha ibosh qo'rqadilar. Bizlar bilan borib, bemalol aylanib, Dubay aeroportini, xalqaro aeroporti o'tdilar. Shunday ekan, hammaga omad. Sog' bo'ling. Ijobayev Alibek bormilar oramizda?
Tabriklayman, yutuqlaringiz bardavom bo'lsin. Kelgusida bundan ham zo'r natijalar olishingizga tilakdoshman. Kim bilan keldik? Qani opasi? Og'asi, tabriklayman, yutuqlaringiz bardavom bo'lsin. Kelgusida bundan ham zo'r natijalarni olishingizga tilakdoshman. Demak, Achil va Mubina bormi oramizda? Mubina bormi? Tabriklayman, yutuqlari bardavom bo'lsin. Mubinaxon bormilar? Va Zilola. Zilolamisiz? Zo'r. Tabriklayman qizim, yutuqlaringiz bardavom bo'lsin. Keling, kim bilan keldik? Enasi, tabriklayman, keling. Yutuqlari bardavom bo'lsin. Mevasidan ham mag'zi shirin bo'lganday qizimizning yutuqlari muborak bo'lsin. Demak, keyingi o'rin egasi Rashid va Shahrizoda. Rashid va Shahrizoda bormilar? Tabriklayman qizim, yutuqlaringiz bardavom bo'lsin. Tabriklayman, yutuqlaringiz bardavom bo'lsin. Keling. Demak, keyingi o'rin egasi Ro'zimbekov Odilbek bormi oramizda? Ro'zimbekov Odilbek. Ustozimiz davom bo'lsin. Kelgusida bundan ham zo'r natijalar olishingiz tilakdoshman. Bo'laman? Abdullah qadar ketasiz keyingida birinchi bo'laman. Sog'man, salomat bo'ling. Rasmga chiqamiz. Odilbek Suhrob bormi oramizda? Tahirov Suhrob. Danam zo'r natijalar olishingizga tilakdoshman. Tabriklayman. Yutuqlaringiz bardavom bo'lsin. Chiroyli gapiring endi. Hammangizga omad. İşlerinizden muvaffaqiyat. Shunday bundan ham katta tadbirlar o'tish nasib Allohga. Ro'za Ramazon hammangizga muborak. Rahmat, sizga ham kelsin. Demak, keyingi o'quvchimiz Ro'zimbayeva Saltanat. Bormi oramizda? Tabriklayman, kim bilan kelasiz Saltanat? Keyingi o'rin egasi Asilbekov Baxtjon bormi? Baxtjon. Tabriklayman, bolam, yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Keling. Qamariddinov Nazarbek bormi? Qamariddinov Nazarbek. To'xtabayeva Go'zalxon. To'xtabayeva Go'zalxon. Bundan ham zo'r natijalarga erishishingizga tilakdoshman. Kim bilan o'quvchimiz Agzamuratov Behruzbek bormi oramizda? Behruzbek, tabriklayman, yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Kelgusida bundan ham zo'r natijalarni egallashingizga tilakdoshman. Kim bilan keldik? Ingiz keling. Qani Ingiz? Keling, ayapa tabriklayman. Qanday zo'r yengasiz. Va Zarina bormi oramizda? Zarina Tajiyev Amir. Tajiyev Amir. Berdibayeva Zarina. Tabriklayman, yutuqlari bardavom bo'lsin. Kelgusida bundan ham zo'r natijalar olishingizga tilakdoshman. Keyingi o'rin egasi Berdibayeva Sarvinoz. Sarvinoz bormi? Sarvinoz. Dilorom Isakova. Ham zo'r natijalarni egallashingizga tilakdoshman. Kim bilan keldik? Apasi, tabriklayman sizni ham. Farzandingizning yutuqlari muborak bo'lsin. Endi bu boshlanishi davom etadi endi yutuqlari. Demak, Mahmudov Mirjahon bormilar? Mirjahon, tabriklayman, yutuqlaringiz bardavom bo'lsin. Sekin tushing. Kelgusida bundan ham zo'r natijalarni egallashingizga tilakdoshman. Kim bilan keldik? Busi, tabriklayman, yutuqlari bilan. Sizlarga ishlaringizga rivoj, shu bilan bolalarimizga omad tilayman. Shu sizlarda bular ham shunday boshchi bo'lib, demak, o'qituvchi bo'lib, yana bo'laversinlar. Davom etamiz-da endi. Ustozdan o'rnak olamiz-a? Bichimda ustozdan.
Demak, keyingi o'rin egasi Qamariddinov Nazarbek. Nazarbek bormi? Xudoyberganova Go'zal. Achilova Mubina. Bekchanova Rayhona. Rayona. Farhodov Miraziz. Davletbayev Asliddin. Kamilova Jasmina. Tabriklayman qizim, yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Kelgusida bundan ham zo'r natijalar ko'rsatishingizga tilakdoshman. Yo'ldashev Kamronbek kim bilan kelib qizasi Yo'ldashev Kamronbek. Tabriklayman, yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Kelgusida bundan ham zo'r natijalar olishingizga tilakdoshman. Bak. 4 yilda 22-maktabning ustozi Zulbiya bola. Palatinada da İrada ustozi bor. Eraysa ustozi bor shuni aytgan. Ulardan mashina rahmat. Sizlarga rahmat shunday tashkil etgan. Rahmat, sog' bo'ling. Hali birinchi o'rinmi? Hali birinchi o'rin. Albatta, zo'r. Ana shu o'quvchilarning nomlarini aytsangiz, o'sha sertifikatlar tayyorlab beradilar. Bu masala shu nomerlarni. Birinchi o'rindan bo'ladi. Buni nomerlarni nelarni yozib bering, mana Muisa ham o'zlari oladi. Bu ingliz tilidan ham qatnashdim. İngiliz tilidan qatnashdim, ha? İngilizce 100% boshqa Kamronbek. Keyingi o'rin egasi Reymberganov Shahriyor. Bormi aramizda? Shahriyor. Demak, o'quvchilar, hamma orqaga basamiz, o'sha yig'ib ketasizlar bu yoqqa. Demak, o'quvchilar, joylarimizda egallaymiz. Tabriklayman, yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Shahriyor kelgusida bundan ham zo'r natijalar olishingizga tilakdoshman. Gapiring. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar. Avvalambor bugungi Ramazon oyi bilan munosabati, ro'za oyi bilan bu ishlar bilan charchaman. Har bir bilim bergan, bilimga uchun sarflagan pul uchun hamma eng katta sovg'ani beriladi shunda. Hurmatli ota-onalar, sizlarga katta rahmat. Charchaman ishlar, omad tilayman. Rahmat e'tiroflarimiz uchun. Xudo xohlasa kelgusida Oyijonni birinchi o'ringa qadar ketasan-da endi, shundaymi? Yerasa ustozi o'zi. Bekatga kelib qoldi. Endi yana qatnash beraveramiz birinchi o'ringa. Bo'ldi, bir sertifikatlarimizni yozdirasizlar, yoqqa qizlarga. Shaklinda aytdim. Bunisi yozib qo'yamiz. Qamariddinov Nazarbek. Xushnudbek bormi? Berdibayev Xushnudbek. Tabriklayman, yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Kelgusida bundan ham zo'r natijalar olishingizga tilakdoshman. Kim bilan keldik? O'zingiz keldingizmi? Sovg'asini berib yoqing. Demak, keyingi o'rin egasi Berdibayev Jandarbek bormi aramizda? Jandarbek bormilar? Tabriklayman, yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Kelgusida bundan ham zo'r natijalarni qo'lga kiritish nasib qilsin. Keling, tabriklayman, yutuqlar bardavom bo'lsin. Rahmat sizlarga, omad. Keyingi o'rin egasi Mahmudov Birjahon. Alimbayev Akrom bormilar? Tabriklayman, yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Kelgusida bundan ham zo'r natijalar olish nasib qilsin. Kim bilan keldik? Tabriklayman. Keyingi o'rin egasi Ataxonov Jamshidbek bormilar? Tabriklayman, yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Kelgusida bundan ham zo'r natijalar olish nasib qilsin. Kim? Bu yoqda tashlab beradi. Ushab turib. Berdibayeva Sarvinoz bormi? Xudoyberganova Go'zal. Muratbayeva Madina. Tabriklayman, yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Yutuqli birinchi o'rinda egallasiz. Bu o'rnimiz, xudo xolasa, bilasizlar, birinchi hamda oliy o'rinlarga bizlarda
Baku, Turkiya hamda Fransiya mamlakatlariga yo'llanma berildi. Xohlaganingizga tayyorlab, bemalol yoningizda hamroh sifatida o'qituvchimiz yoki oila a'zolaringiz bilan bemalol ketish imkoniyatiga egasiz. Tabriklayman. Keling. Demak, keyingi birinchi o'rin egasi Yusuf va Muxlisa. Barmoq aramizda Yusuf va Muxlisa. Tajiyev Amir. Kanatbayeva Dinara. Barmoq aramizda Dinara. Dinara, tabriklayman. Yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Kelgusida bundan ham zo'r natijalarga egallashingizga tilakdoshman. Keyingi o'rin egasi Xalmuratov va Bonu. Tabriklayman. Yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Kelgusida bundan ham zo'r natijalarga egallashingizga tilakdoshman. Keling. Gel kızım. Banu. Xudoyshukurov Shohjahon. Xudoyshukurov Shohjahon bormi aramizda? Tabriklayman. Yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Kelgusida bundan ham zo'r natijalarga erishishingizga tilakdoshman. Tabriklayman yutuqli birinchi o'rini bilan. Bilasizda, birinchi hamda oliy o'rinni egallagan o'quvchilarga Dubay, Turkiya hamda Fransiya. Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar, ustozlar, mana shu tashkil etilgan olimpiada qatnashgan hamma ota-onalarni farzandlarini tabriklayman. Shu farzandlarimiz shu bizani yutuqlari bilan ham muvaffaqiyat qilib sog'lom yuraversinlar. Tabriklayman. Keyingi o'rin egasi Kuralbayev Elbek yutuqli birinchi o'rin egallabdilar. Tabriklayman. Yutuqlar bardavom bo'lsin. Allayev Adhambek. Allayev Adhambek, tabriklayman. Yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Yutuqli birinchi o'rin muborak bo'lsin sizga. Tabriklayman. Yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Keyingi o'rin egasi Kumatov Manosbek barmoq aramizda. Yutuqli birinchi o'rinni egalladilar. Tabriklayman. Yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Chempionga beramiz kubokni bola. Bo'ldi. Demak, keyingi o'rin egasi Hamrayeva Malika. Barmoq aramizda. Tabriklayman. Yutuqli birinchi o'rinimiz bilan kelgusida bundan ham zo'r natijalarga erishishingizga tilakdoshman. Keling. Demak, keyingi birinchi o'rin egasi Bekchonova Rayona. Barmoq aramizda. Adambayeva Dilroz. Dilroz barmoqlar. Tabriklayman. Yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Kelgusida bundan ham zo'r natijalarga erishishingizga tilakdoshman. Kim bilan keldingiz? Ha? Akasi tabriklayman. Rayonaning akasi bor. Akasi bormi? Keyingi o'rin egasi Amadjonov Asadbek. Barmoq aramizda. Tabriklayman. Yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Kelgusida bundan ham zo'r natijalarga erishishingizga tilakdoshman. Yo'lamang bormi? Mana otam bilan kelsin. Kel. Tabriklayman. Birinchi o'rin muborak bo'lsin. Kelgusida bundan ham zo'r natijalarga erishishingizga tilakdoshman. Kim bilan keldi qizim? Oyoqbasi tabriklayman. Keling. Xudo xolasa endi kim bilan ketamiz? Oyoqbasi bilan ketamizmi chet elga? Zo'r. Demak, keyingi o'rin egasi Baxtiyorov Saizbek barmoq aramizda. Tabriklayman. Yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Yutuqli birinchi o'rin muborak bo'lsin. Endi chet elga kim bilan ketamiz? Dedang? Dadasi? Anasi tabriklayman. Salomat bo'linglar, ishlaringiz salomat. Hammani Ro'za Ramazon oyini bilan tabriklayman.
Safarvik barmoqlarimizda. Tabriklayman, yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Xudo xolasa endi kim bilan ketamiz chet-chetga? Assalomu alaykum. İşlerimizler var sizlerle. 16. san bir tutumani 16. san maktabında Sinodir Muzaffar İglik ve Feruzaga rahmat tilayman. Sağ olun, salomat bo'lin. Mahmudov Sarvarbek barmoqlarimizda. Sarvarbek, tabriklayman, yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Kelgusida bundan ham ko'p natijalar ko'rsatishingizga tilakdoshman. Endi kelgusi natijani chet elda ko'rsatamiz, bo'laman? Kim bilan boramiz chet elga? Faqat tabriklayman, yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Chempion bo'ldimi? Chempionlarni aytib boshlamiz. Demak, hurmatli o'quvchilar, ko'rgan bo'lsanglar, o'sha chempionlardan aniqlashni boshladi. Ko'rgan bo'lsangiz, bizlardan Mahmudov Sarvarbek bugun matematika fani, ingliz tili fanidan chempionlikni qo'lga kiritdilar. Xudo xohlasa chet elda, Fransiyada, Bokuda hamda Turkiyada ham shunday chempion bo'lishda davom etamiz. Tabriklayman. Yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Boku hamda Fransiya mamlakatlariga yo'llanma beriladi. Endi Osiyo mamlakatlarida to'g'ridan-to'g'ri qizil pasport bilan chiqish mumkin, lekin bilasizlar, Fransiya Yevropa mamlakati hisoblanadi. Shuning uchun qizil pasportga ertadan harakat etib, o'sha vizaga topshirishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun harakatni ertadan boshlashimiz kerak. Birinchi hamda oliy o'rin egalari. Demak, gapirasizmi? Stop. Bilimli o'quvchilardan o'qishda davom etayotgan ustozlarimiz bor ekan. Roman va Zamira degan ustozimiz bor ekan. Tabriklayman. Yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Bu bizlarning chiroyli e'tirofimiz. Xudo xolasa kelgusida o'quvchilarimizni yanada ko'proq tayyorlab kelsangiz, bundan da qo'lga kiritadigan umidamiz. Bilasizmi, bizlarda 10 dan ortiq o'quvchilar oliy o'ringa egallagan o'qituvchilar uchun delegatsiyamiz borish yo'lkalarni o'zlari qoplab beradi. Shunday imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Demek şu ucunuz onlara yedik kuziden bahsediyor. Onlara yedik kuziden bahsediyor. Bilmiyorum. Şuna imkaniyet kullanmayı telefonlarımızla bağlanıp okuyucularla zaten ne dersiniz? Yani siz ucu bana okuyucu bana bir sok verseniz ucu bilmiyorum. Sağ olun. Demek keyingi okuyucumuz keyingi çempiyonumuz Yoldaşov Kamronbek. Var mı aranızda? Tabriklayman. Yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Xudo xolasa Dubay, Boku hamda Fransiyaga yo'llanma oldingiz. Bu bilan sizni tabriklaymiz. Xudo xolasa endi kim bilan ketamiz? Ayt. Oilam bilan. O'z oilasi bilan bo'ldi. Xudo xolasa qizil pasportga ertalabdan harakat edasiz. O'sha yuzaga o'quvchilar topshirgan. Siz ham topshirasiz degan bitamiz. Zo'r. O'rin egasi Muhriddinov Jasurbek barmoqlarimizda. Chempionimiz. Tabriklayman. Yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Kim bilan keldik? Chempion o'qituvchi bilan ketdik. Tabriklayman. Shunday o'quvchilar tayyorlashda charchaman. Tabriklayman. Keyingi chempionimiz Komiljon va Hilola barmoqlarimizda. Hilola, tabriklayman. Yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Kelgusida bundan ham natijalarni qo'lga kiritishingizga tilakdoshman. Endi chet elga kim bilan ketamiz? Dadasi Dina bilan keldimi? Qani? Tabriklayman. Yutuqlari bardavom bo'lsin. Farzandim. Bu ikkinchi marta bo'ladir bu. O'tgan safar Qatarga yubormaysiz, endi Fransiyaga yuborasiz. Tabriklayman. Rahmat, sog'lik. Sağ olun Xlola. Keyingi chempionimiz Umar va Laziza barmoqlarimizda. Tabriklayman. Yutuqlari bardavom bo'lsin. Kelgusida bundan ham natijalarni qo'lga kiritishda charchaman. Endi keyingi natija qayerda ko'rsatamiz? Fransiyaga borasizmi, Bokugami, Turkiyagami? Bo'ldi. Tabriklayman. Qanday? O'tgan safar kim bilan qatnashdingiz? Singlingiz keldi. Endi ikkovimiz birga ketasizlar-da, shundaymi? Zo'r, tabriklayman. Keyingi o'rin egasi Kadir va Aziz.
Bag'diyarov Azizbek. Chempionimiz bormilar? Tabriklayman, yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Kelgusida bundan ham ko'p natijalarni qo'lga kiritishga charchaman. Tabriklayman. Xalombek va Feruza. Tabriklayman. Chempionlikni qo'lga kiritdilar. Bu chempionlikni olishda charchaman. Ya'ni Abay va Go'zalxon. Shunday o'quvchilarni tayyorlashda charchaman. Sizni e'tirof etgan holatda chiroyli sertifikatimiz bilan siylayman. Tabriklayman. Bir chiroyli gapirib bering. Ustoz bilasizlar, umuman ortiq o'quvchilar bemalol chiqarsangiz o'zidan boshqa qo'ymaydi. Yusufbay va Kumushoy bormilar aramizda? Yusufbay va Kumushoy chempion qizimiz. Tabriklayman. Yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Qarang. Tabriklayman. Kim bilan keldik? Go'zal ustoz, tabriklayman. Qizimizning yutuqlari bilan. Yuzdagilarni tabriklab qo'yasiz. Xudo xolasa, chet elga kim bilan ketamiz? Demak, keyingi o'rin egasi Umarova Aziza. Umarova Aziza bormi aramizda? Umarova Aziza. Ikki marta qatnashdimi? Yo'q. Hadi bizning kabel bor, joylashib bilan. Davom bo'lsin. Tabriklayman, yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Endi kim bilan ketamiz chet elga? Oh, молодцы, tabriklayman. Endi keyingi o'rin egasi eng chaqqon va uddaburon o'quvchimiz bor ekan, Kim Yuna, chempion. Super объявляем вас. Подожди. Ладно, давай, мама, давай. Поздравляем. Assalomu alaykum. Hammalaringizga rahmat. O'qituvchisi Nina Alexeyevna, тоже спасибо большое. Ishlaringizga rivoj. Keyingi o'rin egasi Yo'ldosh va Sabina. Chempion. Tabriklayman. Tabriklayman, yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Endi kim bilan ketamiz chet elga? Oyisi, tabriklayman, qani keling. Shunday qilib tarbiya qilasiz. Tabriklayman. Sog' bo'ling, salomat bo'l. Demak, keyingi o'rin egasi Yo'ldosh va Shohjahon. Bormi aramizda? Yo'ldosh. Shohjahon Yo'ldoshev, tabriklayman. Chempionlik muborak bo'lsin. Kelgusida Xudo xolasa chet elda chempion bo'lgan vaqtingizda tabriklab turish nasib etsin. Kim bilan keldik? Opasi, tabriklayman. Birin-ketin chempionlarni to'g'risida. Rahmat, hammangizni omad tilayman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Azizbek, bormi aramizda? Baxtiyorov Azizbek. Kamola, bormilar? Tabriklayman, yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Kelgusida bundan ham ko'p natijalarni qo'lga kiritishingizga tilakdoshman. Tabriklayman, chempion ustozi. Demak, Qamaradinov Nazarbek bor ekanlar. Bormi aramizda? Tabriklayman, yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Keling. Keyingi o'rin egasi Baxtiyorov Azizbek, bormi aramizda? Mahmud, bormilar? Tabriklayman, yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Kelgusida bundan ham ko'p natijalarni olishingizga tilakdoshman. Kim bilan keldik? Go'zal opa, tabriklayman, ana chempionlar bilan. Keyingi o'rin egasi Matjon, bormi
mashina bo'ldi. O'qi ertaga olishing kerak. Oyi va'da beraman sizga. Olaman dedim, mana oldi. Молодцы, tabriklayman. Tabriklayman. Yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Kelgusida chet elda oliy o'rinda egallagan vaqtimizda tabriklab turish nasib qilsin. Ayting. İngilizcalab tabriklab ber. Boshqasi qolmadi. Bemalol. Yaxshi bo'pti. Xudo xolasa chet elga tayyorlanib boring. Qizil xat dovushlari shart. Demak, keyingi o'rin egalarimiz Baxtiyorov Azizbek, Mametov Abdulaziz, Xudoyberganova Go'zal, Berdibayeva Parvinoz, Bekchonova Rayona, Tajiyev Amir, Mahmudov Mirjahon, Safarbayev Bobur, Rahimova Zarina, Egamberdiyev Azizbek, Azizbek, tabriklayman. Yana aytmoqni eshitmaysizmi? Yaxshi. Tabriklayman. Yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Keling balam. Keyingi o'rin egasi Farhodov Miraziz, Zakirova Madina, Davletbayev Asliddin. Bormi? Tabriklayman. Yurdingiz? Zo'r. Tabriklayman. Yutuqlari bardavom bo'lsin. Kelgusida Xudo xolasa birinchi hamda oliy o'rinda egallash nasib qilsin. Keyingi o'rin egasi Xudoyshukurov Odilbek. Bormilar? Tabriklayman. Yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Kelgusida bundan ham natijalarni ko'rsatishingizga tilakdoshman. Demak, bu sanlar bizda omad lotuv o'yini bor edi. To'rt o'qish Tabriklayman. Yutuqli ikkinchi o'rin egasi bo'libsiz. Xudo xolasa bu o'rinni olishga charchaman. Kelgusida bundan ham zo'r natijalar olishingizga tilakdoshman. Keling, Ayapar Sarnoz mamasi. Tabriklayman. Yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Demak, Muslimbek, keling, tabriklayman. Yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Kelgusida bundan ham zo'r natijalar qo'lga kiritishingizga tilakdoshman. Al. Keling. Kelingizda adashtirib psixolog Amirbek, Siz bu bilan sizni tabriklayman. Xudo xolasa Turkiya, Baku hamda Fransiyaga yo'llanma oldingiz. Bu natijangizni ana shu haftadan yangilaymiz. Bo'ladimi? Nimaligini ko'rdingiz, kichkina bola уже bir hafta, bir oyning ichida tayyorlanib, chempion bo'ldi. Sizdan bemalol tayyorlanib, chempion bo'lish egasisiz. Bo'ladimi? Tamam. Orasida omad lotuv o'yinini tashkil etdik. Bu yerda eng kichkina kim bor? Qizim kerak. Git. Bir rasm tanla. Rasmni. Shundan birini tanla. Al. Qani. Kim ekan? Matjon Kulumbekov bormi? Ina. Oh, молодцы. To'xta. Yana papka berildi yanasini. Berildi. Boshqamiz berajak. Shu bilan sertifikat berdi. Ya papka berilmagan soat. Ikkini berasizmi? Ikkini berasiz, yomon bermadi. Undami? Al. Tabriklayman. Necha dona? 10 dona ekan. Молодцы. Tabriklayman, Matjon. Ana, omadlar ichida omad degansan. Молодцы. Молодцы. Ko'rdinglar-a? Harakatisi уже hamma narsa ochiq, oydin hamda shaffof tarzda. Bemalol. Ha? Videoda? Yo'q, tamam bola. Demak, hammaga omad. Chempionlar, hammamiz oldinda turamiz-da, shunday kuboklarimizni ushlab turamiz. Kenglar.